Hayot qayerdan boshlanadi? Bu shunchaki tasodifmi yoki buyuk bir reja? Ibtidoda Xudo insonni yaratib, unga o'z ruhidan jon pufladi. Har birimiz uning ijodimiz. Har bir hayot muqaddasdir. Ammo insoniyatning ilk tongidayoq Qobil o'z birodariga qo'l ko'tardi. Hasad ko'zlarni ko'r qildi, g'azab esa qalbni toshga aylantirdi. İlk qon yerga to'kilganda butun borliq mo'tam tutdi. Zotan muqaddas kitobda Chiqish 20-bob 13-oyatda qat'iy aytilgan: qotillik qilma. Nega bu qonun bunchalar muhim? Chunki hayot sizning mulkingiz emas, u yaratganning omonatidir. Hech kim Xudo bergan jonga egalik qilishga haqli emas. Bugun ham hayot har bir nafasda, har bir mitti yurak urishida davom etmoqda. Uni asrash, uni qadrlash bizning muqaddas burchimizdir. Unutmang, hayot bu Xudoning in'omi. Uni asrang, uni seving, zero hayot muqaddasdir.